Assalomu alaykum azizlarim, men Adaya. Bugun yana sizlar bilan siz uchun qiziqarli bo'lgan mavzuda energiya o'qiymiz. Ya'ni hozirda siz aqlingizdagi insonni siz haqingizdagi o'y fikri qanaqa bo'lyapti? Bu energiya o'qishni ayollar ham, erkaklar ham bir xilda ko'radi, aqlidagi insonni o'ylab. Har birimizni hayotimizga hech bir inson bekordan bekor kirib kelmaydi. Kimdir bizga nurli inson bo'lib yuragimizni, qalbimizni nuri bilan egallab bo'lsa, kimdir bizga ogohlantiruvchi belgilari bilan kirib keladi. Ya'ni bizni yoqamizdan ushlab uyg'otish uchun kirib keladi. O'shaning uchun hech kim bekorga kirib kelmaydi. Ayniqsa sevgi bu shunchaki hissiyot emas, ikki qalbni, ikki taqdirni, ikki energiyani to'qnashuvi hisoblanadi. Bu videomizda siz aynan o'sha inson siz haqingizda hozir nimalarni o'ylayotganini, uni yuragida sizga nimalar borligini, sizdan nima kutayotganini, nega jim, nega sovuq, nega sizga yaqinlashmayapti, barchasini kartalar orqali ko'rishga harakat qilamiz. Bu ochirim aynan siz bilan rezonansga tushganlar. Ya'ni hozir kim ko'rayotgan bo'lsa, bekorga emas, bir xil energiyada ekanmiz, demak rezonansga tushganingiz uchun shu joyda o'tiribsiz. Shu o'rinda sizlarga bir narsani yana aytib o'tmoqchiman. Kod haqida menga o'zim shaxsiyimga keldi. Qaysi fanda yoki ilmda bor deb tushunmayapti-da, hali ham bo'lmasa ko'pchilik oldi, natijaga erishdi. O'tsiflarni ham qo'yib boraman kanalimda. Sehrmi bu deydi. Sehr emas, kod bu insonni energiyasi bilan koinot tebranishini birlashuvi hisoblanadi. Qadimgi Misr, Tibet, Sumer kabi, ya'ni islom tasavvufida ham raqamlarni ilohiy kuchi o'z o'rni mavjud. Bu balkim qaysidir biringizni tushunchangizga to'g'ri kelmas, fikringiz har kimniki o'ziga, ya'ni men o'zimning fikrimni, o'zimni o'rganganlarimni yetkazmoqchiman. Har bir raqam o'zining vibratsiyasiga ega. Inson kodni qabul qilgandan keyin uni energiyasi koinot bilan moslashadi. Moslashgan joyda azizlarim natija tez, oson keladi. Shu bois men ovozimni, energiyamni sezayotgan bo'lsangiz, shu joyda o'tirgan bo'lsangiz, bu tasodif emas, bu bizning tebranishlarimiz bir nuqtada uchrashganini bildiradi azizlarim. Demak, videoni boshlaymiz. Like bosgan, obuna bo'lgan va niyat qilganlarning energiyasiga bugun niyat ochiladi. Eng yaxshi niyatlaringizni o'ylab, ko'z oldingizga keltiring o'sha insonni va chuqur nafas olib o'zingizni xotirjam qiling va bitta savolni qalbingizdan o'tkazing. U inson men haqimda hozir nimalarni o'ylayapti? Men esa sizlar uchun bugun 3 ta variant qilmoqchiman. Bitta variant ko'rmaymiz, 3 ta variant qilaman, tanlaysizlar. O'zingizga birinchi ko'nglingizga yoqqanini tanlang, shu bo'yicha sharhlaymiz. Ketdi. Ikkita karta qilaman har bir variantga. Demak, tanlang. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Bo'lmasam birinchi variantdan ochamiz. Demak, bu variantni tanlaganlar The Devil va Three of Pentacles, shayton va 3 ta tanga kartasi tushdi. Buni tanlaganlar, bu inson siz haqingizda juda kuchli, meni o'ziga tortadigan insonim deb o'ylaydi, his qiladi, jozibali deydi. Va yana u sizni nazorat qilishni yaxshi ko'rar ekan. Ko'p nazorat qilish hissi bilan sizni o'ylaydi. The Devil bu sizni unuta olmayotgani, jismonan va energetik jihatdan juda kuchli bog'langanligini, sizga bo'lgan hissiyotlarni ba'zan uni o'zini ham qo'rquvga solishini o'ylaydi. Sizni yo'qotishdan qo'rqadi. Shu sababli ko'pincha nazorat qilishga o'tib qoladi. Sizni qizg'anadi. Bu hissiy, jismonan bog'lanishni bildiradigan karta bu. Bu karta, 3 ta tanga kartasi shuni ko'rsatadiki, o'zi sizga hayotiy hamkor sifatida ham qaraydi, ya'ni birgalikda biz agar birga bo'lsak, nimadir qila olamiz, nimadir yarata olamiz deb
niyat qiladi, shunaqa o'ylagan. Siz bilan gaplashganda o'zini bir rivojlanadigan, bir yuksaladigan inson deb his qilar ekanda. Shularni gapiryapti hozir. Men u bilan bo'lsam deydi, o'zimga kuch keladi deydi, motivatsiya keladi deydi. U yonimda bo'lganida deydi ruhlanardim deydi. Nimadirlar qilishga o'zimda xohish uyg'onardi, nimadirlar yaratgim kelardi u bilan birgalikda deb o'ylar ekan. Birinchi variantni tanlaganlar, agar hozir ayriliqda bo'lsangiz yoki orangizga sovuqchilik tushgan bo'lsa, xavotir olmang. Bu inson juda ham kuchli, sizni istaydi, sizga juda bog'langan, o'zi bilmay turib sizni o'ylab ketyapti, kuzatyapti. Energetik jihatdan tortilish juda ham kuchli. Lekin shu bilan birga siz bilan hayotiy reja bilan ham niyatlar yo'q emas. Ya'ni davom qilish uchun hayotini birgalikda qurib davom qildirish niyati ham bo'lgan bu insonni. Istagi kuchli, jiddiy istagi bilan birgalikda aralash. Demak, birinchi variant tanlagan juftliklarda shunaqa gaplar. Ikkinchi variant tanlaganlar. Page of Cups, Four of Pentacles kartasi. Demak, bu inson ikkinchi variant tanlaganlar insoni siz haqingizda hislarini yuragida yashirib qo'yibdi, ya'ni tashqariga chiqarmaydi. U sizni yo'qotishdan qo'rqadi, ammo qo'lida ushlab turishni ham bilmayapti. Hissiyotlari bor, lekin uni aytishga qiynaladi. Juda ham bir o'zini hududini chegaralab qo'yadigan inson ekan, hech kimni kiritishni istamaydi, qalbini ochiq oydin to'kib sochishni ham istamaydi. Siz bilan aloqani qo'yib yubormaslik istagi kuchli, juda muhim u uchun. Xuddi sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqayotgandek ichida shunaqa hislari bor. Bu esa siz unga yoqasiz. Hissiyotlari sizga juda ham samimiy, juda nozik hissiyotlari bor. Sizni sog'inyapti, eslayapti. Lekin bilasizmi, sizni oldingizga qanaqa qadam tashlab kelishdi, o'zi ham bilmayapti, o'zi ham xayol surib, shunaqa xayollari. Bu inson sizga nisbatan samimiy, juda yumshoq, beg'ubor hissiyotlari bor, lekin atrofidagi qo'rquvlar ham bor. O'ziga bo'lgan ishonchsizligi ham sabab ham sizga yaqinlasha olmayapti. Qandaydir bir bosimlari bor atrofida, bunga bosim qilayotgan. Moddiyat bilan bog'liqmi yoki oilaviy qandaydir bosimlarmi, mas'uliyatmi, shu sabablar ham sizga yaqinlasha olmayapti. Uni ichida sizni yoqtiraman, hissiyotlarim kuchli unga deydi, lekin qo'rqaman degan tarafi ham borda bu insonni. Sizga qarasa, sizni yoqtirmaydi emas, yoqtiradi. Nimadirlar bu insonni ushlab turibdi. Demak, uchinchi variantni tanlaganlar. Five of Swords, King of Swords. Demak, uchinchi variantdagilarni insoni siz haqingizda o'ta aql bilan, sovuqqonlik bilan o'ylaydigan juda ham aqlli bir inson ekan bu. Ko'pchilikda davlat ishida ishlaydiganmi, xullas shunaqa sovuqqon, jiddiy inson. Hissiyotlarni berkitadigan, o'zini sizdan ustun qo'yishga urinadigan, sizga nisbatan jiddiy, lekin juda ham sovuq qariydi-da bu inson. Yuragi bilan emas, mantiq bilan ko'p ish yuritadigan inson. Uni xarakteri shunaqa ekan. Siz bilan bo'lgan holatlar unga og'riq bergan. O'zini doim haq deb bilgan bu inson, o'zini doim haq deb biladi. Uchinchi variantdagilarning jufti. Ichida lekin pushaymonligi bor. Pushaymonlar bo'layapti, orangiz uzoqlashib sovuqlashganiga, lekin tan olgisi ham kelmaydi-da, tan olish qiyin-da bu insonni. Sizni yo'qotganini o'zini o'zi ovutyapti ham-da bu. Yo'qotmadim, men xohlagan paytim topaman uni degan xarakteri ham bor. Sizni ko'p o'ylaydi, lekin kutganingizdan ham ko'proq o'ylaydi. Lekin bilasizmi, bu inson o'zini hissiyotlarini o'zi tan olishi qiyin bu inson. Xarakteri shunaqa sovuq inson keldi-da, uchinchi variantdagilarga. O'zini sovuq tutadi, o'zini hech qachon aybdor his qilmaydi. Hamisha shunaqa vaziyatlarda ikkinchi tarafni aybdor qilishga urinadi. Mag'rurligi, egosi kuchli inson. Siz unutmagan, faqat hislarini tan olmasligi bor bu insonni. Shunaqa inson uchinchi variantdagilar. Demak, 3 ta variant bo'yicha ham umumiy xulosa qilsak, 3 ta variant ham energiyasi bir-biridan farq qiladi, lekin ularni bog'lab turgan asosiy bitta narsa borki, 3 ta variantni ham o'ylagan tarafi, ya'ni aqlidagi insonni unutmagan. Sizlar uni ongida, ya'ni siz uni ongida ham, qalbida ham o'chmagansiz. Shunaqa o'zingizdan iz qoldirgansiz. Endi birinchi variantdagi odam juda kuchli istayapti sizni. Ya'ni qo'msayapti, sog'inyapti, o'zi bilan o'zi kurashyapti. O'zi yo'l qo'ygan xatolari, qo'rquvlari,
o'zini bir miyasida vasvasalari bor. Sizga qaytishni ham o'ylayapti, lekin qanday yo'l bilan kelishni bilmayapti. Uni sizga juda katta ehtiyoji bor. Ikkinchi variantni tanlaganlarda bu odam sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Juda kuchli mulohazada, ichida ikkilanish bo'lyapti, ehtiyotkorlik juda kuchli bu insonda, sizga tuyg'ulari juda iliq. Qadam tashlashdan oldin 1000 marta o'ylaydigan inson ekan. Sizni kuzatyapti, eslab yuribdi, ichida sizga nisbatan yumshoqligi bor, yumshoq inson lekin. Uchinchi variantdagi odam tanlaganlar sog'inadi sizni, lekin juda g'ururli, asabiy, jiddiy, o'zini eng birinchi o'ringa qo'yadigan inson bu. O'zini yopib olgan, ichida kurashi bor. Qilgan xatosini tushunyapti, tanamoqchi emas. Sizni o'ylamayapti demaymiz, aksincha, har safar sizni o'ylaganda yuragi siqilyapti bu insonni. Sizni yoqtirgan, lekin o'zini sovuqlik bilan himoyalab olgan. Umumiy qilsam, barchasi sizga nisbatan hissiyoti bor har bitta variantda, turli uslubda ko'rinyapti-da, ya'ni bular ularni hayotida iz qoldirgansiz, siz haqingizda o'ylash ularga yoqsa ham, qo'rqitsa ham baribir o'ylashdan to'xtay olmayapti, azizlarim. Hozir energiyangiz ko'tariladigan vaqt, aynan hozir, shuning uchun ko'p o'ylayapti, ya'ni bu hozir deganim yil yakuni, dekabr oyi, hammasi ko'tariladi, tugashi kerak bo'lgan jarayonlar, munosabatlar tugaydi, qayta tug'iladi, hammasi yopiladi degani. Azizlarim, hammangizga rahmat, o'zingizni qadrlang, energiyangizni yuqoriga ko'taring, hamisha o'zingizni birinchi o'ringa qo'ying. Shundagina sizni atrofingizda to'g'ri insonlar o'zi birlashadi. Qachon bu? Bu o'zingizni qadrlaganda, energiyangizni ko'targanda to'g'ri insonlar o'z-o'zidan keladi oldingizga. Hammangizga rahmat.